Adolatsizlik nohaqlik qilmaydi. Bekorchi va maqsadsiz odamlardan uzoq bo'lasan. Tiling chechan, so'zing ravon bo'ladi. Tilingni burab gapirishga, so'zingga zeb-ziynat berishga hojat qolmaydi. Hozirgi kundachi birodarlar, ko'pchilik o'zini fikrini bayon qilishda ham qiylanadi. Savol beradi, tushunmaysiz savolini. Ikkinchi marta qaytaradi, uchinchi marta qaytaradi. Ichidagi fikrini yetkiza olmayapti so'zi bilan. Nima uchun? Kitob o'qimay qo'ygan. Eshitib turib, "Ha, mana qada demoqchimisiz? Ha, shunaqa demoqchiman" deydi. Fikrini bayon qilish ham muammo bo'lib qoldi hozirgi yoshlarga. Aqling teranlashadi. Zehning kuchayadi. Fikrini bir narsani ustida jamlab turish. Hozir jiddiy ham nodirobga tushish sifat. Biz maktabda o'qigan paytimizda o'qituvchilar aytardi, zehni zo'r odam 7 minut bitta narsani ustida fikrini ushlab tura oladi, keyin sochilib ketadi deyshar edi. Hozir 7 sekundmi deyman-da. Bitta gapirasan, tushundingizmi? Ha deydi, qaytarib bering desa turaveradi. Biz mashi, biz o'sha. Xotirang mustahkamlanadi, bilimga boy bo'lasan, kitobiy dalillar bilan so'zlay boshlaysan. Agar sen kitob o'qib turib, muxtasarda manaqa degan ekan, kifoyada manaqa deyilgan ekan, hidoyada manaqa degan ekan desang, kitobdan gapirsang, hamma gapingni oladi, chunki u kitob gapini gapiryapsan-da. Insonlarning hayotiy tajribalarini o'zlashtirib olasan. Genial aql egalari yillar davomida yozgan kitobidagi haqiqatlarni 5 yoki 10 soatda o'qib olasan. Kuchli aql, genial aql egalari o'tirib 10 yilda, 20 yilda bir kitob yozadi. Tajribalarni halicha kirgizadi. Sen 5 soat, 10 soat o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Endi sen aqlli bo'lmay, kim aqlli bo'lsin? Ulug'larning hikmatlarini, ulamolarning kashfiyotlarini qo'lga kiritasan. Ilmiy malakang oshadi. Tasavvuring, onging keng bo'ladi. Islomiy kitoblarni o'qish bilan iymoniy nuring ortadi. Zero kitob eng zo'r nasihatchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi nasihatgo'ydir. Kitob o'qir ekansan, yuraging siqilishdan, fikring tarqoqligidan, bekorchilikdan omonda bo'lasan. O'zingdagi yaxshi sifatlarni rivojlantirasan. Va empatiya degan narsa rivojlanadi senda. Nima u empatiya? Empatiya degani odamlarning his-tuyg'ularini anglash. Ya'ni xijolat olayotganligini bilib turasiz. Chunki kitob o'qisangiz, 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, har bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisangiz, yigit, 20 ta odamning rolida o'ynaysiz. Chunki har bittasini